Hammaga assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilar, azizlar o'tirming ko'ringlar. Dim zo'rjay, birinchi etajda 4 xonali. 3 lekin 4 aytilgan desek ham bo'ladi. 97 metr kvadratda joylashgan. Plus 4/8 lik podvali bor. Plus bundayna navesteye va mashina qo'yish uchun. Atızlara beldinde. Yani aytkamni eddenli nesem bu podvali 4/8 lik. Bularına e'tibor etasizlar. Euro remont ta'mirlanib turibdi. Ajoyib edim. Yana manzili bir de manej qarang u. Shu manejni ben tarafdagi manej. Ha, manejni yani ajoyib dinch joy, detskiy plashatchalari bor endi. Yaxshi joy, toza domda. Toza domda 1 2 3 4 etajli domni birinchi etajında ajoyib joy. Transportda muammo yo'q. Suv, svet, gaz, maktab, bog'chalar yan atrofida to'lib yotibdi. Chiqdiza 19. Eli bo'lmasa yana bir boshqa yo'nalishda yurdi, marshrutlar yurdi. Domam ajoyib dom. Yurtronlaringizning toza dom, hali dim ko'p bo'lmagan qurilganini. Yana ham ikkilamchi kredit ham sotib olsangiz bo'ladi. Eli bo'lmasa naqd ham sotib olsangiz bo'ladi. Bahosini hozir egasi bilan gaplashib, tortishib, chegalashib arzonlashtirdik. Endi baribir getadon bahosini yaqinroq qo'yiladi, lekin kelishib beriladi yana ustundagizda. Qiziqtiradi bo'lsa, shu batafsil ma'lumot uchun ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, telefonlashib, kelib ustunda kelishib sotib olaversiz. Hozir ketdik hozir xonadonimizni birinchida ko'ramiz. Izle, girib keldik. Ajoyib eshiklar o'rnatilgan. Birinchi etaj, 10 qo'l, 10dan boshida bismillahirrohmanirrohim. Uyimizga aytgan 97 kvadrat plus yana podvali. Ajoyibdim. Ko'chadan kirganimizda dalan etilgan. Registrlar qo'yilgan, bir chiroyli bo'ylardan chiqarilgan. Yurtronlaringizning pollar etilgan, oyog'imizga taxtadan pollar etilgan. Playirovkasini tushuntirib beraman, tushunarli bo'lishi uchun ana ko'chadan kirishimiz o'ting. Ko'chadan kirishimiz bir yanda hojatxonasi отдельный, yuvishxonasi отдельный. Imunda kattalarning spalnyasi, doğru o'tsak, detskiy spalnya. Imunda 6x6lik katta zal, yanimizda kuxnyasi joylashgan. Endi bu yerda zo'rat ko'pdilar, o'tirib dalan hisobi, chiroyli etib zo'tib tutgan, televizorlarni zakkasizlar, sizlar qisirsiz ajoyib. Endi prihojim mebel kelib qo'yaman desizlar, ertaga bir kun mestasi bor, tayyor, keng, giraverish dim keng, yurtronlaringizning. Neden keng? O'tirib bir de çayını içip zaten ovqatlanib o'tiradigan joy bemalol mehmonni shundan kutib olishingiz mumkin bo'ladi. Suv, svet, gaz muammosiz. Birinchi etaj, ya'ni arkalari chiroyli kafellar etilgan. Devorlarimiz aboy. Shuni ko'rinishda keng. Shu yan tarafidan ko'rsatib beramiz. Bunda oddiy hojatxonasi, eshiklar plastik romlardan qo'yilgan. Suv ichish qozonlarigacha qo'yib turibdi, devorlari plastikka ishlangan. Suv ichish qozonidan ko'rsatilgan. Suv polibon keladi. Yalnızda yana kir yuvish mashina qo'yish uchun mestasi bor. Vannamiz kichkina emas, katta vanna, devorlari plastikdan chiroyli ishlangan. Katta akoshkalar qoldirilgan, reshetkasigacha qo'yilgan. Birinin içinde registrlari bor. Bunda kattalarimizning spalnyasi 3'e 4 yarımlık izle. Deyirəm ajoyib aboylardan chiqarilgan, patolog qismlarim chiroyli düzeltilgan. Shuni ko'ring işte. Banamiz axirda ko'rsatib o'tamiz. Detskiy komnatamız bu yanda. Bunda zal 580'e 590 dediler mi? 587'ye 590 dediler. 6-6. 6-6. Kol, taxtadan pol. Ajoyib yarki svetli neler, aboylar. Chiroyli perdeler, registrlar bu aynan teyinde 2 joyda. Bu aynalar plastik ramlarından yine men aytganim plus birinchi etaj zala e'tibor etinglar, bemalol ichallama odam sig'adi beri. Bunda televizorning zonalari, internetdan ham vashshe muammo yo'q beri. Yashasadan muammo yo'q. Manejniyanlari hammaga kerak joylar beriladi, o'zi biladi odamlar, biladi. Az misol birinchi etajning bahosi bu ajoyib, 4-chi, 5-chi etajlardan aytib o'tirganlar bor edi. 3-chi etaj, 4-chi etajda aytib o'tirgan. Qachon 1 bilan 4-chi etajda yer bilan osmonchalik farqi bor. Hech kim 4'e chiqasi kelmaydi. Birinchi etaj ajoyib. Shuni ko'ring işte yine. Patolog qismi chiroyli düzeltilgan. Figuralar berib, hamda galogenlar o'rtada katta lyustrasi turibdi. Shuni ko'ring işte zalimiz, eshiklar ham ajoyib. Mustahkam eshiklar. Buni o'tkazsak bu yanimizda kuxnyasi, переделка etilgan izda, bu o'zi aslida yanında bo'ladi.
Verəm. Aboylar ham chilaydi ekan, mebellar ham yana tayyor. Ajoyib endi narsalar kombiga ikitiladi. Shuni ko'rinishda bemalol akkuratni aboylarni e'tibor etasizlar. Ne diyeyim, chiroyli aboylar o'rnatilgan. Bunday ekan, naslednik kachov. Kachovlar o'rnatilgan. Issiqlikdan ham muammo bo'lmaydi. Azizlar, bu xonadonimizning yana bir narsasini e'tibor etishni so'rayman. Metr kvadrati hozirgi kunda birinchi etajda o'zi 6,5 million so'mdan beradi. Bu uyimiz remonti bilan. Argi 6,5 ning qizi uni size korobka holatida beradilar. Korobkada turadi, sovuqda turadi. Patolog uzatilmay oladi, devor uzatilmay oladi, oyog'ini tez uzatilmay oladi. İçinde eshiklar qo'yilmay oladi. Ular 6,5 million. Bu hisoblasangizlar metr kvadrati 6 million 700 ming so'mdan tushdi. Remonti bilan. Shuni e'tibor etasizlar. Yana bu yer o'zi aslında bu yo'q bo'lgan. Hozir endi bu xonadonimiz egalarini o'g'il farzandlari bor ekan, qiz farzandlari bor ekan. Shu sababli bu yerni отдельный qiz farzandlari uchun, bu yerni o'g'il farzandlari uchun ko'p qilagan. Xolos, zaman ertaga yaqmasang buni ko'parib bersangizlar bo'ldi. Hozir shuni aytib, unumli foydalanib qo'ydilar-da. Shuni ko'rinishda yana bu yerda qiz farzandingiz yatadi, bu yerda o'g'il farzandingiz. Xolos, o'zi buni olib tashlab ulug' bir xona etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Azizlar, endi sizlarga ko'rsatib berajak bo'lgan xonadonimiz shu edi. Bahosini to'xtalsak, egalari 52 ming dedilar. Yo'q, qo'ying, u sotilmagan bahoda qo'yganimizdan ma'no yo'q dedik. Shu sababli bahosini arzonlashtirdik. 49 ming dollarga tushirildi. Kelishadi. Ustida kelishasizlar, savdo etasizlar, sotib olaversizlar. Eslatib o'tamiz, manzil Urganch shahar vokzalni yonida, manejni yonida, birinchi etajda 97 metr kvadratda joylashgan. Undan tashqari plus podvali 4-8 lik shaxsiy podvali bor. Eldilari zeleniy zona uchun eldinda otizi bor. Plus navislar etilgan mashina qo'yish uchun u joy ham отдельный shu xonadonimiz uchun bunday mestasam bor. Plus kredit asosida bo'ladi. U kredit iloji boricha shu naqd beradi odamga tezroq sotiladi. No'xatcha kredit aytib olsangizlar ham bo'laveradi. Kredit uchun misol dokumentlarni tushunibman, tuzatib bilinmay, vaqtim bo'lmaydi, yugurib bilmayman, vaqtim yo'q deydigan vatandoshlarimiz bo'ladi bo'lsa, administratorimiz tahlil beradilar, lekin xizmat haqqi bo'ladi отдельный. Buning uchun batafsil ma'lumot uchun 97 lik 011 52 52 raqamlarini telefonsiyada o'tib beradilar. Asosida sizlarga ko'rsatsak bo'lgan xonadonimiz shu edi. Qiziqtirib bo'lsa ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlariga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarimizda izlab görüşguncha.